Mana qadrdonlar va nihoyat Andijon poyezd vokzaliga ham yetib kelib oldik mana. Endi ichkariga kiramiz tag'in. Soat 5:10 da Andijon Qo'qon degan poyezd bo'lar ekan. Elektrishka ana o'shanda ketamiz Farg'onaga qarab. Inshaalloh, Xudo xolasa. Mana Andijon vokzalimizning ichi mana. Biletlarni olib 12 ming so'm ekan Furqatgacha o'tirib oldik mana. Mana vokzalimiz ichi. Poyezdimiz kelsa o'tiramiz ham jo'naymiz mana. Poyezdga ham chiqib oldik mana bir nafaqa. 2 soat 10 minut yursa shu bilan yetib boramiz Furqat stansiyasiga. Qani kimlar ular? Poyezdagi yo'lovchilar ekan bular. Qaytarsizlar sizlar? Farg'ona viloyat Bog'dod tumanidan. Ana Bog'doddan ekan bular. Bog'dodga boramiz. Nega bir erkak yo'li? Akalar rahmat ha. Yo'li bir 100 yuraylik. Mana Furqat stansiyasiga ham yetib kelib oldik mana akalar. Soatimiz 7:10 mana. Soatimiz 7:10 bo'ldi. Furqat stansiyasiga yetib keldik mana Andijondan. Andijondan Furqat stansiyasi Bog'dod tumanigacha 12 ming so'm ekan bilet qadrdonlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.